hurmatli ustozlar va talabalar, bugungi mavzuyimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida demak tahlil qilish strukturasi, prinsiplari, usullari va qaror qabul qilish asoslari hisoblanadi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida biz bilamiz, boshqaruv tizimida, ya'ni rahbari demak to'g'ri qaror qabul qilish, ya'ni ko'nikmasini shakllantirish va maktabgacha ta'lim tashkilotida jamoani boshqarishda kerakli bo'lgan o'sha usullar, kerakli bo'lgan demak metodlarimiz bor edi, algoritmlarimiz bor edi, ya'ni ketma-ketliklarimiz, undan tashqari boshqaruv funksiyalari bor edi, ya'ni rejalashtirish, tahlil qilish va faoliyat jarayonini to'g'ri tatbiq qilish, rag'batlantirish va motivatsiya berish kabi funksiyalarni demak amalga oshira olish kerak. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha guruhlarimiz demak 3 ta demak guruhga bo'lingan, demak motivatorlar guruhi, bu guruhimiz demak zukkolar guruhi va liderlar guruhi. Va har bir guruhlarimiz mavzu bo'yicha demak bugungi o'sha amaliy darsimizda mavzuga oid demak kerakli tushunchalar va undan tashqari har xil materiallar bilan demak boyitilgan va mana shu anaqamiz bo'yicha guruhlarimiz bo'yicha har bir talabamiz demak mavzuga xos demak kerakli bilimlarni namoyon qilishlari. Marhamat, boshlaringizdan guruhlaringni motivatsiya. Tizimli tahlil strukturasi va boshqaruv prinsiplari haqida asosiy tushuncha. Ikkinchisi qaror qabul qilish jarayoni, usullari va amaliy ahamiyati, ya'ni bu yerda o'sha qaror qabul qilish jarayoni, u qanday usullar orqali amalga oshadi va uni amaliy tajribadagi ahamiyati. Uchinchisi boshqaruv tizimida yondashuvning muhimligi, ya'ni shu qaror qabul qilishga asoslangan yondashuv qay darajada ahamiyatli, qanday qilib asosiy o'rinni tutadi, shu kabilarni ochib beradi. Va birinchisi tizimli tahlilning nazariy yondashuvi. Bu asosan o'sha tizimli tahlil maktabgacha ta'lim tashkiloti boshqaruvida ham asosiy struktura, ya'ni asosiy o'rinni egallaydi. Ya'ni bu yondashuvda kirish jarayon, ya'ni o'sha ma'lum bir faoliyatni tizimli strukturasini hosil qilishda boshlanadigan jarayon. Asosiy qismi bu birinchisi kirish, keyin jarayon, ikkinchi jarayon bu jarayon hisoblanadi, ya'ni pedagogik faoliyatni olib borish, unga rahbarlik qilish, uni ilmiy asoslari, ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish kabilar. Chiqish. Tizimli tahlil strukturasi bu biron bir tizimning barcha komponentlarini va ularning o'zaro aloqalarini aks etgan holda amalga oshiriladi. Tizimli qismlar bu tizimda maktabgacha ta'limning pedagoglari, bolalar, ota-onalar, tarbiyachi, metodistlar, administratsiyasi va hamma narsasi birgalikda tizimni tashkil etadi. Keyingisi tizimning o'zaro aloqalari. Har bir komponent o'zaro ta'sir qiladi. Ya'ni misol uchun har bir komponent o'zaro ta'sir qilishni amalga oshiradi. O'qituvchi, tarbiyachi, pedagog bola bilan, ota-ona tarbiyachi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Boshqarish prinsiplari quyidagilardan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda bir necha asosiy prinsiplar o'z ichiga oladi. Birinchisi xalqchil prinsip, ya'ni maktabgacha ta'limning barcha ishtirokchilari, ya'ni bola ham, o'qituvchi ham, o'quvchi ham, pedagoglar ham hamkorlikda barchalari uchun teng va adolatli bo'lishi kerak. Keyingisi shaffoflik prinsipi. Albatta maktabgacha ta'lim tashkilotida shaffoflik prinsipi muhim ahamiyatga ega, ya'ni boshqaruv jarayonlari ochiq va shaffof bo'lishi lozim. Pedagogik faoliyat, ta'lim jarayonlari va boshqaruv qarorlari barcha ishtirokchilar uchun albatta tushunarli bo'lishi lozim. Yaxshi. Qalani olib ishlayveradilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda tizimli tahlil strukturasining prinsiplari quyidagilardan iborat. Birinchisi xalqchil, ikkinchisi shaffoflik, ilmiylik, ijtimoiy, moslashuvchanlik va insonparvarlik prinsiplaridan iborat. Yaxshi. Ta'lim tashkilotini boshqarishda tizimli tahlil strukturasi prinsiplari. Tizimli tahlillarni barcha komponentlari va o'zaro barchasi aloqadorlikda tizimlashtirish. Ikkinchisi xalqchil prinsip, shaffoflik prinsipi, insonparvarlik, ijtimoiy prinsip. Uchinchisi rejalashtirish, tashkil etish, monitoring, nazorat, innovatsion usullar. To'rtinchisi qaror qabul qilishda rejalashtirishni tashkil etish kerak. Yaxshi. Shu asosiy prinsiplar. Yaxshi.